Mana mashina o'tgan joy katta ko'cha. 1, 2, 3-hovli. Mana bu hovlimiz sotilyapti. Fasad 20 metr, 6,5 sotiq. Hozir ichkarini ko'ramiz. Zudlik bilan tezda sotiladi. Nomerlarni qo'yib qo'yaman. Tezda telefon qilib kelishib olinglar. Bunaqa hovli har kun ham chiqmaydi. Mana bu darvozaxona. Hovlimizda 5 ta xonasi mavjud, 2 ta sanuzel, 4 burchak, fasad 21 metr dedik. 6,5 sotiq. Mana bu oldindan alohida yana bitta hovli imorat qilsa bo'ladi. 2 ta oilaga juda zo'r variant. Mana bu navishchamiz. Oshxonamiz bor. Hammom, tualet shu yerda joylashgan. Bitta kladovkaga o'xshagan xonacha bor. Tepasini ikkinchi qatni ko'tarsa bo'lar ekan. Mana bu joyimizga zal, spalniyalar mavjud. Imoratning tagi полностью podval ekan. Ancha-muncha narsa kiradi. Mana bu tepa ham beton qilingan ekan. Ikkinchi qavatni ko'tarsa bo'lar ekan darvozaning ustiga. 6,5 sotiq zudlik bilan sotiladi. Xo'ja Soat hududi Ikrom Shashlikdan shundoq yaqinda joylashgan katta ko'chadan 50 metr ichkariga. Zudlik bilan aloqa chiqamiz.